Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Hamda turish qarang. Assalomu alaykum. Navot telekanalida Mening oshxonam dasturi va men boshlovchingiz Zulayho Ahmedova. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni 4 milliondan ortiq obunachiga ega bloger, serqirra ijodkor Azoda. Rahmat. Ta'rif uchun kattakon rahmat. Xush ko'rdik. Xursand bo'ldim. Taklif uchun kattakon rahmat. Azodaxon milliy iftixor ko'krak nishoni muborak bo'lsin. Rahmat. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Rahmat kattakon. Marhamat, endi suhbatga o'tamiz. Odatda ko'rsatuvimizda suhbatdan keyin oshxonaga kelardik. Hozir suhbatdan oldin oshxonaga keldik. Sababi bugungi qiladigan taomimiz shuni talab etdi. Birinchi go'shtni qaynatib olishimiz kerak qiladigan ovqat uchun, chunki kech pishadi u. Yo'q, Ashrafbek, Hanımlar, siz orada sohbetleşirken sizin hazırlayacağınız yemeğini bildiğim için önceden etinizi kaynattım. Aferin, Ashrafbek, yaxshiyam borsiz. Sizga tanishtiray, Ashrafbek Midday restoranining bosh oshpazi. Sizga bugun hamrohlik qiladilar, yordam beradilar. Qarang, bir ham tushungan insondek oshpazga shundoq bilinadi, go'shtlarni pishirib tayyorlab qo'yibdilar. Hoş geldiniz. Tanıştığıma fırsat. Azoda Rahmat. 4 milliondan ziyod kuzatuvchisi bor Instagramda, taniqli bloger, ham san'atkor Azoda xonim. Siz bilan birgalikda oshxonada taom pishirib beradilar. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz? Pishiradigan taomimizni muxlislarimiz uchun aytib o'ting. Hozir 5 barmoq ovqatini qilamiz. Hamma ham pishira olmaydi buni. O'zi birinchi go'shtni solish kerak edi. Go'sht solib qo'yishgani uchun hozir ichiga sabzi, sholg'om, qolgan biz ziravorlarni solsak, undan keyin Sabzavotlarni xamir qorsak bo'ladi. Birinchi baribir bunga sholg'om kerak, sabzi kerak, piyoz kerak, shularni solib qo'ysak bo'ldi birinchi hozir. keling bunday qilamiz. Sholg'om sabzilarni Ashrafbekga bersak, iltimos qilsak, solib tursalar, siz xamir qorsangiz. Bo'ldi. Marhamat. Piyoz. Chesnok, sarimsoq. Xo'p, siz endi xamir olishmoqchi. To'xtang. Bitta narsa unutib qo'yibmiz. Eng asosiy kerakli narsa. Bo'ldi. Birinchi elidan o'tkazib olamiz, keyin suv, tuz, tuxum aralashtirib qoramiz. Endi tuxum beramiz-da. Shu tuxumni olib Ashrafbek. Pardon. Ana. Mana tuxum sizga yoningizga. Tuz solamiz. Ana sho'r bo'lib ketmasin, mayli nima bo'lsa ham. Sho'r bo'lgan bo'lsa sevib qolgan bo'laman bo'ladi. Tuxum solamiz. Xamir qorishni yaxshi ko'rasizmi? Tabii. Unda qiling, davay. Buyurun. Size hamuru. Azodaxon, unday bo'lsa, xamirimiz tayyor bo'lgunga qadar yana suhbatni davom ettiramiz. Bo'ldi. Ketdik. Yana bir bor xush kelibsiz, Azodaxon. Nima ichasiz, nima ikrom qiling? Choy, suv, choy. Choy beringlar, iltimos. Choy olib kirib beringlar. Choy, studio. Azodaxon, vaynlaringiz juda ham samimiy, ma'no, mazmuni bor. Bachkana vaynlariga munosabatingiz qanday? Rahmat katta. Endi hammani o'zini yo'nalishi bor. Meni endi ko'proq yo'nalishim bu oilaviy. Har bitta oilada bo'ladigan mavzularni hazilga aralashtirib olib chiqish. Men o'zim shu yo'nalishda ko'raman. Endi boshqalar balkim sal bachkanaroq ko'rar, lekin ularga qanaqadir fikr aytish, lekin menga emas deb o'ylayman. Bachkana bo'ladimi, boshqa qiladimi, baribir vaqt kelib u bachkanlikdan chiqib chiroyli yo'nalishga baribir o'tib ketadi. Biz ham o'ylayman, balkim bir paytlar qilgandirmiz shunaqa videolar, bizlar ham kimdir bachkana deb gapirgan bo'lishi mumkin. O'sha etapdan o'tib hozir endi baribir yaxshi vaynlar qilamiz. Shuning uchun birovga slishkim bachkana deb fikr bildirishim sal qiyinroq. Boshida demak, har bir o'sha ijodkor xatolar orqali o'sib boraveradi, to'g'rimi? U xatolar bo'lmasa baribir hech kim o'smaydi-da. To'g'ri aytasiz. Mana shu hamkasblaringiz orasida ular o'zlarini o'sha olgan vaynlar haqida fikr so'rasa sizdan, rostini aytasizmi yoki ko'ngliga qarab shunchaki o'tib ketasizmi? Asosan ko'pincha baribir ko'ngliga qarab aytamiz, chunki nimaga? Menga qanaqadir joy yoqmagani bilan bitta 1 minutlik vayn bo'ladi, uni rasxoti bo'ladi, uni mehnati bo'ladi, uni ideyasi bo'ladi. Bizga shunchaki oson kimgadir salbiy fikr bildirib yuborish, yemabdi yoki bo'lmabdi degan bizga oson, chunki biz qilmaganmiz, lekin
o'sha odam biladi-ku qanaqa mehnat qilganini. Shuning uchun yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, har safar harakat qilaman yaxshi ijobiy fikr bildirishga. Aybi bo'lsa, lekin chiroyli qilib, mana shu joyda boshqacha bo'libdi, shunaqa qilsang bo'lar ekan deb, lekin chiroyli aytaman, lekin bo'lmabdi degan gap aytmayman hech qachon. Hozir savolimga javobni o'zingiz berib qo'ydingiz. Chunki o'zim ham ijodkorman baribir. O'zimga ham misol yoqmasdi, kimdir bo'lmabdi deb gapirsa, yo'q, to'xtang, siz u vayni bilasizmi, qanaqa mehnat qilganmiz, kimlar tushgan, qanaqa rasod ketgan deb men ham misol aytardim balki shunaqa deyishsa. Azodaxon hamma ham tanqidni ko'tara olmaydi. Kimdir ko'taradi, balkim kimdir ko'tarmas. Sizga kimning tanqidiy fikrini ko'tara olasiz? Tanqidlar ko'plarga nisbatan menda kamroq, lekin qanaqadir vaziyatda bo'ladigan bo'lsa, analiz qilaman. Agar aytgan tanqidi noto'g'ri bo'lsa, javob beraman. Yo'q, siz noto'g'ri aytdingiz, noto'g'ri siz, lekin to'g'ri tanqid qilinsa, uni to'g'ri qabul qilaman. Kimniki bo'lishidan qat'iy nazar. U ijodkorniki bo'ladimi, muxlisniki bo'ladimi, kuzatuvchiniki bo'ladimi, kimniki bo'lsa ham haq nohaqligini ajratib turib qabul qilaman. O'sha to'g'ri yoki noto'g'riligini qanaqa bilib olasiz? O'sha videoni qaytib ko'raman. Yo'q deyman, u o'zini fikri bilan, lekin biz boshqa narsani olib chiqmoqchi edik. U noto'g'ri ko'rdi deb unga tushuntirishga harakat qilaman. Yokida tushuntirishmasdan qo'ya qolib, ha, bo'pti, sizga to'g'ri deya qolaman. Gap talashgandan ko'ra. Kimdir menga ko'ylaging yarashmadi deb tanqid qilsa, uni ko'zida yarashmagan, lekin menga yarashgan u narsa. Birov uchun yarashmagan narsani unga yoqmabdi, demak ustiga yarashmayotgan ekan deb o'zgartirmayman. Bu meni shaxsiy fikrim, meni shaxsiy seviyatim qanaqa ko'ryapman shunaqa. Lekin o'sha aytganimdek qattiq bo'lishdan qat'iy nazar, bir hayotdami, ijoddami, ko'chadami, nimadadir tanqidni to'g'riligiga qarab to'g'rilayman, javob beraman. Noto'g'ri bo'lsa, yo'q, noto'g'ri sizniki deyman. Sizga tuzi past bo'lib ko'ringan narsa menga tuzi baland ko'rinyapti. Har xil deb aytaman. Har safar ham udobniy bo'lish bu sizga og'ir keladi. Hammaga qulay bo'lish ertaga og'ir keladi. Shuning uchun joyiga chiroyli qilib bo'lish qiyin. Qiyin, ha. Shuning uchun chiroyli qilib haqiqatni aytish kerak. Agar eshita olmaydigan inson bo'lsa, aytmasdan bo'ldi, xo'p deb yopish kerak deb o'ylayman. Unutishga qilaman ko'p qaror, urinaman takror va takror, yengilaman baribir har safar. Nega seni unutolmayman? Avvalgidek sevaveraman hamon, yuragimdan yura olmayman. Unutibsan mayli meni oson, nega seni unutolmayman? Azodaxon, parodiya san'ati bilan boshlagan ijodingiz nega to'xtab qoldi? Nega yana davom etmayapti? Ijodni boshida boshlaganimizda endi yoshligimda san'atda bo'lganman, lekin baribir internet tarmoqlariga olib chiqish uchun menda qanaqadir ideya faqatgina parodiya tomonidan kelgan. Ya'ni o'sha Shahlo Zoirovalarga parodiya qilib, yoki boshqa gaplarga parodiya qilib, o'sha payt qarib 5 yil oldin TikTok platformasi mashhur bo'lgan, o'sha yerda parodiya qilinardi ko'p narsa. O'sha yo'l bilan boshlaganman va aytganimdek, sekin-sekin o'sgan sayin yo'nalishni o'zgartirib ketaverganman. Va parodiya baribir vaqtinchalik, men hozirgi yoshimda u narsani qila olmasdim deb o'ylayman baribir. Baribir odam katta bo'lgan sayin o'zgartiraverar ekan yo'nalishni, ha, o'zgartirar ekan. Yoshga mos o'sha mavzular ko'tarib chiqishga harakat qilasiz. 19 yoshimda o'sha parodiya qilish menga yarashgandir. Lekin hozir yarashmaydi deb o'ylayman, yana bilmadim. Hozir ham yoshsiz, hozir ham parodiya qilasiz. Endi hozir u payt aytmanku, yangi chiqqan paytimiz bo'lgan, baribir endi boshlayotgan paytimiz bo'lgan, farqi yo'q bo'lgan. Ichimdagi olovni ko'rsatishim kerak bo'lgan va hamma narsani qilib ko'rganman. Bitta chiroyli yo'nalish to'g'ri kelgandan keyin o'sha yo'nalishda olib ketganman bo'ldi. İlk marotaba kimni parodiya qilgansiz? Ko'p bo'lgan, lekin eng shu tarqalganlari Shahlo Zoirovaniki bo'lgan. O'sha konsert lavhasidan parodiya qilib olib chiqqanman. O'sha qaysi sahnasini qilgansiz? To'y sahnasimi shunaqa edi, aniq esimda yo'q. 2019-yil edi bu. O'sha paytda shu virusli bo'lib tarqalgan o'sha videoim bo'lgan. Keyinchalik 2 yil baribir hali-haligacha ham qilib turamiz parodiyali videolar, lekin unchalik ko'p emas. Azodaxon, taom tayyorlash osonmi siz uchun, dazmol qilishmi? Voy, erga deganiga kelajak qiyin ekan. Turmushimgacha endi ikkalasi ham qiyin ekan deganda, ikkalasini baravar olib borish qiyinmi yoki biri qiyin? Yoshligimizdan mehnatda o'sganmiz, hamma ishni qilganmiz, lekin endi ishimiz aynan cho'qqiga chiqib qaynagan paytda haqiqatan uyda ishidan uzilganman. Har safar kiyimim tayyor, ovqatim tayyor bo'lgan, oyim qilib berardilar.
lekin baribir turmushga chiqqandan keyin endi baribir chaqiraman, yordamchi keladi, baribir asosan har kuni kim dazmol qilish to'g'ri keladi. Agar vaziyat bo'ladi, qo'shiqni qo'yib, kino ko'rib qilsam, dazmol qilish ham osonroq. Lekin ovqat qilish ham osonroq yoqadi menga. Hozir ikkalasini ham yoqmaydi desam, hozir hamma tashotib ketmasin. Ko'proq ovqat qilish yoqadi-yu baribir. Haqiqiy ayolda bor hislar. Mana dazmol qilish hamma yomon ko'radi. 100 qimmat dazmol bo'lsa ham. Ko'pchilik ayollardan eshitaman, dazmol qilish yomon ko'raman. Mayli Ayniqsa ishda. xo'jayinimni rubashkalarini, shu ko'ylaklarni qilish yomon ko'raman. Shimga Eng stolga qiyin qo'yishdim. Sizni yaxshi tushunaman. Unday bo'lsa, taom tayyorlashni davom etamiz. Mayli. Ketdik. Go'sht pishgan bo'lishi kerak. O'zi Aha. sekin Hop. olsagan bo'ladi. Qani, bitta ko'raylik, Birinchi tekshirib. tuzini ko'raylik. Mana qo'sh. Solganmikinlar. Hidi zo'r chiqyapti lekin. Bay bay bay. Bismillah. Tuzi. Sho'ru. Ne xudo. Ha, Unaqa o'y. qilmang. Tuzi boru. Ha, sopdilarmi? Bo'ldi. Bo'ldi. Birinchi go'sht olaveramiz. To'ragungacha maqsad sovib tursin. Mana go'shtlar xil-xil pishibdi o'zi ham. Sekin ehtiyot. Ushlab turing. Yo'q, ushlab. Voy, xil-xil bo'libdi o'zi ham. Shunchalik Zo'r pishibdi. pishganidan. Voy. Ezilib ketadi. Beshbarmoqni go'sht shunaqa zo'r pishsa, вообще zo'r bo'ladi. Endi ichidagi kartoshka, qo'qa ham soldik, sabzilarni ham alohida suzib olsak, yaxshi bo'ladi. O'zi bir xilla beshbarmog'iga Aha. shunda go'sht bilan xamirni o'zini qiladi, ustiga piyoz qilib. Bir xilla kartoshka, sabzi narsalar qo'yadi. Shunda endi Toshkentda menimcha bilishim bo'yicha ko'pchilik sabzavotlarni qo'shadi. Shuning uchun sabzavotli qilyapmiz. Piyozlari ham bor ichida. Xamirni keyin tayyor bo'lganda, hozir zo'rlab bo'lgandan keyin shuni suvga pishirib olsak, Mazali zo'r bo'ladi. bo'ladi ta'mi. Ana, endi navbat piyozimizni to'g'rashgan. Piyoz qattiq. Mana piyoz mana. Ha, bu yoqda. Piyoz alohida to'g'raymiz. Bu hozir tortib bo'lgandan keyin suvini bo'ktab aralashtirib qo'ysak, ustiga piyoz solsak shirin bo'ladi ya'ni. Piyoz yaxshilab bo'lgandan keyin o'zi bir xilla birinchi qovurib keyin qilishadi. Endi vaqtini yutish uchun endi shundoq ham qilsa ham bo'ladi. Usullari ham Har farqli. xil ham. Endi bizga vaqtdan yutish uchun qovurib o'tirmasa, shuni sho'rvani qilsak, buni oxirida ustiga suzib olsak, Menimcha zo'r bu bo'ladi. usuli ko'proq mazaliroq bo'lsa kerak, qovurganga qaraganda. ikkalasi ham zo'r bo'ladi. Buni yaxshilab olib tursa, buni ham endi chetga olib qo'ysak bo'ladi. navbatdagi ishimiz go'sht to'g'rash, to'g'rimi? Endi xamirni boshlasak bo'ladi. Xamir mana tinib bo'ldi. Aha. Xamirni qolamiz. چرا 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 چرایی تو دیگر به عشق پاکی من نداری باور چرا 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 چرایی تو دیگر به عشق پاکی من نداری باور Ajoyib. O'sha Xamir ham tayyor aynan bo'ldi. 5 barmoq uchun maxsus idish olib keldim buni qarang. Xamir ham hozir 5 minutdan keyin pishirsak bo'ladi, tayyor. Necha yoshingizda oshxonaga kirgansiz? 8 yoshda. 8 yoshingizda. Nima pishirgansiz Men birinchi marta? 4 yil, 3 yil umuman ovqat qilmaganman. Umuman hali-haligacha Oxirgi 4 qilmayman. yilda. Ha. Turmushga chiqqanimga 2 yil bo'ladigan bo'lsam, bo'layotgan bo'lsa, men turmushimda ham ko'p ovqat qilmaganman. Umuman juda kam ovqat qilaman, chunki ishli odamman. Shuni bilib bir kelin qilishgan, hech kim talab qo'ymagan menga ovqat qil deb. O'zim ota-onam, o'zim oyim uyida ham, qizlik paytimda ham turmushimdan oldin ham ovqat qilmaganman umuman. Umuman qilmagansiz. Yo'q, 3 yil ichida. Ha. 3 yil. Undan oldin faqat ovqat qilganmiz, qishloqda o'sganmiz, hamma ovqatlar qilganmiz. Endi esimdan chiqib ketgan.
hammasi esdan Hop, tushib ketgan. turmushga chiqqandan keyin baribir orzu havas degan narsa bor. Kelinlik gashti deydi. Ha. Qo'lingizdan bir Endi kosa mani- ovqat yegisi kelishadi. Shu kelin bo'lib tushganingizda birinchi tayyorlagan taomingiz esingizdami? Endi men orzu havas qilib borib ovqat qilaman deb orzu havas Yo'q, qilmaganman. kelinlik gashti ham bor-da, o'zini Albatta davri bor. Hamma qizlar qatori orzu havas shu Ya. kelinlik liboslarida chiroyli mazali taomlar, turmush o'rtog'ingizga mazali taomlar qilib bergis kelmaydimi? Yo'q, qilamiz. Ko'p boshida qilganman albatta, haligacha ham qilib turaman. Birinchi ovqatni rostini aytsam esimda yo'q ekan, chunki ovqat yaxshi qilaman. Uyimdagilar ham yaxshi ko'rishadi. Har xil ovqat qilaman. Birinchisi esimda yo'q lekin. Aniq esingizda Yo'q. Примерно men bitta ovqatni rosa yaxshi ko'rishadi. Uyim ham kelinlik uyimdagilar hamma yaxshi ko'rishadi. Baqlajonli salat qilganim bilan keyin qisir-qisirli, yo'q, boshqachasi bor. Kartoshkani boshqacha usulda tovuq bilan dimlaganim yaxshi ko'rishadi. Kartoshka ezilmaydi, tovuq ham ezilmaydi. O'shani yaxshi ko'rishadi. bolaligingizda eslay olasizmi birinchi tayyorlagan taomingizni? Mastava bo'lgan desmasam. Mastava. Taom pishirganingizda maqtov eshitasizmi yoki tanqid va kim tomonidan? Asosan kim tomonidan? Yo'q, maqtov eshitganman, lekin tanqid eshitmaganman. Hech ham. Tanqid qilsa biladi, qayt ovqat qilmasligimni. Ha. Kim yegisi kelsa o'zi pishirib yesin deyman. Mazali bo'lmasa ham majbur o'shani yeyishga. Yo'q, Maqtab. har doim mazali ovqat qilganman lekin aytishadi-yu, agar haqiqatan siz bo'lsa kimdir tuzob kelib yeyotganini ko'rasiz. Eng ko'p maqtaydigan kim? Unga ahmad bermas ekanman lekin. Turmush o'rtog'ingizdir balki. Turmush o'rtog'im maqtaydilardi. Tinch yashash uchun qancha maqtash kerak-da. To'g'ri. Endi besh barmoqni go'shtini kesaversak bo'ladi. Aha, O'zi hop. xil ekan, kelsa ham shart emas. Xohlasangiz Ashrafbek to'g'rab bersinlar. Siz ko'rsatib bering qanaqa bo'lishini. Farqi yo'q. Kimlar bilan ijod qilasiz? Kimlar bilan ishlaysiz? Ko'p ijodkorlar bilan ishlayman. Masalan, Kim ijodi qaysi qilgan ideyasiga yoqsa, Mhm. o'sha bilan ishlayverman. Asosan mana bu odam deb aytolmayman. Chunki har bitta qo'shiqni ijodkori, avtori, bastakori har xil odamlar. Chunki aynan faqat bitta odam bilan ishlamaganman. Hamma bilan ishlab ko'rishga harakat qilaman ko'proq. Yangi qo'shiq qachon chiqadi? Endi yangi qo'shiq kutyapmiz sizdan. Xudo xohlasa yaqin kunda Yangilik bormi? bor, ikkita yangi qo'shiq chiqadi klipi bilan. Shu bir haftalarda Xudo xohlasa chiqadi. Qo'shig'ingiz nomini bilsak bo'ladimi yoki sirmi? Xabar yo'q, xabar ol, sokin ashula va tun yarim sho'xroq ashula. Xabar ol. Da. Azodaxon, men 5 barmoq umrimda bir marta yeganman. Shunda ko'rganimda go'shtlarni chiroyli mana bunaqa pare qilib to'g'rashgansiz, lekin katta qilib to'g'radingiz. O'zimga qulayroq to'g'radim va go'sht xil pishib ketgan. Aha, O'shanga farqi yo'q. farqi yo'q. Qanaqa kessangiz ham yesak bo'ldi shu narsani. Ha. Pare bo'ladimi, uzunchoq bo'ladimi, glavni shu oshqozonga chiroyli tushsa bo'ldi. O'zi mana xil bo'lib, unda ikkiga bo'linganda o'zi bir xil joylarda mana bunaqa qilib yoyib beriladi. Mana xil bo'lib ketgan bu. Ha. Hozir buni ustiga xamir qo'yib, ustidan suv quyamiz-ku. Suvni so'kinib qo'yganda baribir bu ezilib yoyilib ketadi. Ha, yana yoyiladi. Hozir hechkim endi bu mani usulim. Aslida toza qozoqchada bunaqa bo'lmaydi besh barmoq. Siz kimdan Boshqacha. o'rgangansiz 5 barmoq qilishni? Yeb yurib o'rganganmiz. Hop. Oyim ko'p qilib beradilar uyda. Kenayimlar qozoqlar, Sizni kenayimda oldin bir javob ko'rganmiz. berdilar. Qayerdandir biladilar. Endi hamma qizlar bir oyisidan o'rganadi-yu. To'g'ri, mantiqli. Juda ham mantiqli. Ashrafbek, keling, mana shu ishni sizga topshirsak, xamirlarni mana shu yerga chiroyli qilib yoyib bersangiz o'zingiz. Keling. Oltinami hamma? Buncha yengillagan bu. Biram yengil qo'limda uchib ketay deyapti. Tamam, bo'ldi. Ana endi shuni qo'ymasam qo'lim voy. Oh. 5 barmoq tayyorlanishini endi ko'ryapsiz, Ashrafbek. O'rganing. Taomni bezatish ishlarini har doim men Ashrafbekga topshiraman. Baribir Chunki oshqozondan biladilar. juda ham chiroyli bir o'zgacha yondashuv bilan bezab, ishtahangizni yanada ochib beradigan darajada chiroyli qilib beradilar. Mana qarang, ko'katlarning boshqacha qilib to'g'rab, boshqacha qilib to'g'rab sepdilar ustiga. Masalan, men shunaqa qilmasdim. Qila olmasdim, ya'ni aqlimga kelmasdi bu narsa. O'rgandim, o'zimga bitta life hack. Ana, qarang. Ozodaxon, onamni eng baxtli qilaman mavzusi juda ham original. Niyatlar amalga oshmoqda menimcha. Aha. Oshyaptimi?
albatta. Qanchasi oshdi yoki hali ham bormi? Endi bilmaymiz, qo'limizdan kelguncha harakat qilyapmiz. Chiroyli qilishga, hamma narsani amalga oshirishga va har bitta ota-ona farzanddan ko'rgisi keladi. Endi Albatta. shunga yarasha harakat qilyapmiz. Omadingizni bersin. Rahmat. Har doim ota-onangizni xursand qilib yuring va ota-onalarimiz ham bizni yutuqlarimizni ko'rib doim xursand bo'lib yurishsin. Ijodda she'r, o'sha musiqalar tanlash kerak bo'lganda she'rlarni kim tanlaydi? Sizmi yoki o'sha bastakormi yoki Albatta bizga demo variant berishadi. Misol qo'shiqni ular bastalab demo variant berishadi. O'sha paytda albatta birinchi singlim bilan maslahatlashaman. Singlim kim, turmush o'rtog'im. singingizni muxlislarimiz uchun tanishtirib o'ting. Sizlar hozir kim ekan singillar degan savol tug'ilishi aniq. Singlim xuddi o'zimga o'xshaydi, Zebo. U Sanatkor. ham san'atda u ham menga nisbatan professional xonanda u. Shuning uchun ko'p narsani u bilan maslahatlashib birga qilamiz. Chunki baribir mendan bilimi kuchliroq uni. Shuning uchun biz birga tanlaymiz. Bitta qo'shiq berilsa o'sha mavzusiga qaraymiz. Mavzu to'g'ri keladimi, aktualmi, o'shanga qarab bastalaymiz. Doim ularni quloq solasizmi? Albatta. Ya'ni sizni ijoddagi hamrohingiz, singlingiz Zebo bo'ladilar. Singlim, turmush o'rtog'im, oyim, uyimdagilar hammamiz Birga. har doim bitta mavzu o'rtaga tashlasa harakat qilamiz birga chiroyli yechib topishga narsaga. Juda ham ajoyib oilaviy o'sha san'at sohasida ham, boshqa sohada ham birgalikda hamkor bo'lib, bir-birini qo'llab-quvvatlash bu eng zo'r, eng ajoyib hamkor. Oilaviy hamkorlik. Xo'p, Tayyor. taomimiz mana bu go'zallik, ya'ni san'at asari tayyor bo'libdi. Buni endi muxlislarimizga yaxshilab ko'rsatib qo'yamiz. Voy, og'irligini go'sht bilan yana og'ir bo'lib ketdi-ku. Ashrabek, siz ko'tarmaysizmi shuni? Voy. Juda ham chiroyli. Endi buni ta'mini ko'rish navbati yetib keldi. Ashrabek, bir ta'mini ko'rib berasiz. Kerakli masalliqlar: 1 kilogramm ot go'shti, yarim kilogramm mol go'shti, 2 dona piyoz, zira va tuz. Bezak uchun ko'k piyoz, cheri va kashnich. Xamir uchun suv, tuz, tuxum va un kerak bo'ladi. Besh barmoq ham tayyor. Ko'rib turganinglardek, juda ham chiroyli, ishtaha ochadigan bu go'zallikni buzishga ko'zim qiymayapti, lekin majburman. Ta'mini tatib ko'rish kerak. Keling, endi ta'mini bitta ko'rsak. Xamir bilan birgalikda olamiz. Bismillah deb. Keling, sizga ham qo'yib Yo'q, beraman. sizdan. Mayli. Rahmat. Siz bugun ko'rsatuvimiz mehmonisiz. Shuncha mehnat qilganiki faqat kelamiz. Hech his yo'q. Doim unaqa. Hazırlashim. Oling. deb. Judayam mazali. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Men taomni ta'mini bilishim uchun uzoq chaynashim kerak. Shuning uchun Bu xamir pishmagandan dalolat. yo pishgan. Prosta og'zimdagi ovqat bilan gapira olmadim, o'shaning uchun chaynab oldim. Ular muhtasham chiqmish, gap qaranglar. Xullas kalom, aziz tomoshabinlar, buni faqat yeb ko'rish kerak, juda ham mazali. Azodaxon, sizga katta rahmat. Qo'lingizlar ko'rmasin. Sizni bunaqa pazandaligingizni bilmagan ekanmiz. Qo'ldan kelguncha harakat qildim. Siz nafaqat bloger ekansiz. Sizlarga Ko'rsatuvimizda katta rahmat. qatnashganingiz uchun, qimmatli vaqtingizni ayamasdan, shuncha ishlaringizni tashlab kelganingiz uchun sizga tashakkur. Rahmat. Sizlarga kattakon rahmat. Taklif uchun. Qo'ldan kelguncha harakat qildim. Sizga ko'proq rahmat. Tayyor qilib, tez tayyorlab berib turganingiz uchun rahmat. Hammaga yoqimli ishtaha. Ashraf Bey, size de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tanışkanıma memnun oldum. Rahmat. Fırsat oldum. Rahmat. Zor bir avukat tayyorladınız. Keyin yiyip ko'raman. Kadrda yeyishga uyaldilar, shunga aytib qo'yaylik, nima yemayaptilar o'ylayotganlar uchun. Dunyodagi eng baxtli inson ham sizga berilgan baxtga havas qilib yashasin deya dasturimizni yakunlaymiz. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning keyingi sonida ko'rishguncha omon bo'ling.